va assalomu alaykum jigarlar, qandaysizlar? Salomatmisizlar? Qo'linglar yaxshimi? Xo'p, biza bugun yana bitta horror o'yinchamiz bor. Xudo xolasa buni ham boshladik. Club. Endi o'ynab maza qilib tomoshaga harakat qilamiz. Har doimgidek ogohlantirib qo'yaman. Bu horror o'yin homilador ayollar, yosh bolalar ko'rish tavsiya etilmaydi. So'kingan joylar bo'lishi mumkin, boshqa joylar bo'lishi mumkin. So'rab qo'yamiz jigarlar. Har doimgidek mehmonimiz Islom jigarimiz, xudo xolasa. Assalomu alaykum. O'yinni shu bilan o'ynab ko'ramiz. Reaksiya qilib ko'ramiz, xudo xolasa. Xo'p, biz boshladik o'yinni. Hozir pastroq qo'yamiz-da. Shunisi qo'y. 1984-yil 8-oktyabrda bo'lib o'tgan ekan. Ish e'lonini topib olgan. Uyqu uyg'lash bo'yicha, shu e'lon bo'yicha ham ishlaydi. Ro'shonni ko'rib qoldi, so'raymiz. Atrof yaxshi ekan, o'yinchi bo'ladi. Keldi bu aka. Xo'sh, men bir kuni qidirayotgandim. Menga yordam berib olasizmi? So'raymiz. Xo'sh, davom etaylik qani. Xo'sh, qaysi uyda ekan? Men Maksimni uyini qidirayotgandim. U ketayotgan ekan, menga uyga qarab turish so'ragandi. Yo'llagandi. Qiziqarli. Maksim mendan so'rar edi, odatda uyini qarab turishdi. Xo'sh, Xo'sh, men Marko Botovskiy ketayotgandim. Shuncha. Marko. Xo'sh, mening uyim shu yerda. Mening uyimdan ikkita keyingisi Maksimning uyi, o'rtada esa Savoni uyi bor. Siz uni ko'rmasligingiz mumkin. Rahmat. Xo'sh, ko'rishguncha. Hechqisi yo'q, meni kechirasiz. Men hozir ketishim kerak. Xo'sh, yaxshi. Davom etamiz. Xo'sh, ovozlar qiziqarli. Maxsus. Davom etamiz. O'tkazaversak ham bo'ladi. Bitta bu yog'i. Asosiysi Maksimni uyini bo'lib oldik. Jigar gap Maslahatlar berishdi bizga. Ikkita keyingi uy bo'lsa, bu Savon uyi bo'ladi. Ana u chiroq yonib turgan bizda uy bo'lsa kerak. Xo'sh, mana uyimizda ehtimol shu bo'lishi mumkin deyman. Xo'sh, davom etamiz. Kallar oldi bo'lishi mumkin. Ko'zdan tekshiraylik qani. tezroq yuradi. Chokka. Gul idishiga qo'yilgan. Kalit. Kalitni topdik. Endi oldin eshikni ochishimiz kerak ekan. Kameraning joyini o'zgartirsak bo'ladimi yo'qmi? Burchakdan. Chunki burchakda bizga zadaniya berishyapti. Aynan kameramiz shu yerda turibdi hozir. Bo'ladi. Xo'sh, boshlaymiz. Ana endi zo'r bo'ldi. Davom etamiz. Eshikni ochdik. Ishkani bosib turish kerak ekanda. Chiqib boshlanishi yo'q.
tepadan boshlaymiz. Tepa man bitta uy bo'ldi, bo'lmasa koridor birinchi uy, ikkinchi qavat koridori. Birinchi qavatdagi sanuzulimiz. Garaj. Yaxshi ko'rinishdagi uy. Tashqaridagi xat qutisi. Ha, pochta. Pochta qutisi. Eshik ochilib qolibdi. Eshik ochib o'tirdi. To'g'ri yo'q. Shunisi kerak. Qidirilyapti, iltimos yordam bering. Kemsal Jackson 25 yoshda, 1.75-9 fit. Oxirgi marta 1984-yil 23-sentyabrda Selford parkida qora sviter va qora shapkada ko'ringan. U uy servis xizmatida ishlardi. Har qanday informatsiyaga yordam bermoqchi bo'lsangiz, iltimos pastdagi raqamlarga telefon qiling. Yo'qolgan ekan-da. Kamerani ham o'ziga shunday tortdi. Xo'sh. Garajga Suv soladigan tishbek suv berishimiz kerak. 5 suv berishimiz kerak. Sug'urishimiz kerak. Stop deyapti. Yo'ldan qo'qqosdan chiqadi, qo'rqmaydimi?
qo'rqadi-yu, bu yana bizni xavfsizlikka saqlamoqchi ekanmi? Yurak yarim yo'lda yarim chiqqan. Ha, ura. Ishlamaydi bu. Qarang. Bunday tortib yopish kerak. Qoyil. Voy. Kim bu? Biz odamlar. Skrimer yomon-da. Yuzga tashlanib qolsa qo'rqib qoladi. Pastga tushamiz. Endi ovqatlanishimiz kerak ekan. Muzika birdan vahima bo'lib qoldi. Tepadagi kravatga olib chiqishimiz kerak ekan. Ha, tepa. Ikkinchi qavatda. Besh ikkita kravat bor. Mana shu. Ana bor. Yotish kerak yotoqqa. Bu televizor ko'radi. E'ni bossangiz foydalanar ekan. Bo'lsin. Televizorga ko'rsatib. Ha, bo'ldi. Qanchalik bo'lib qoldi? O'yinni o'z muzikasi qo'rqinchli bo'ladi. Kimlar eshikni ochdi, qattiq yopdi. Nima tur? O'rnidan turishimiz kerak. 2:43 yarim kechasi. Ruh 5:13 bilardi, endi ruh 2:43 nima edi? Loli. Nima bo'laydi? Get up. Turib. Nima edi bu? Hozir nimani ko'rdik? Chiroqni qo'yamiz. Ana xonani eshigi ochiq. Nima bo'layotganini tekshirishimiz kerak ekan. Yangi topshiriq. Qarsachi. Ehtiyot. Tashqarisi chiroq eshitdi. Va badanim bijirlab ketdi, badanim. Bu xonadan ham ehtiyot bo'lamiz. Bu xonada hech kim yo'q, pastda ham hech kim yo'q. Birinchi qavatga tushaylik qani? Birinchi qavatga tushaylik. Bo'l. Birinchi qavatda ham nimadir sovg'a tayyorlab qo'ygan bo'lishi mumkin. Chiroqni yoqaylik. Chiroqni yoqamiz. Garajga kirib ko'raylik. Ikki marta Bir marta bo'lsa ketadi. Chiqamizmi? Ko'ramizmi? Nima bo'layotganini tekshir deyapti. Tekshirib chiqdi. Yana qayerga qarash kerak? Ehtiyot.
Yana bitta o'rdakcha. Sochamiz. Girovka. Chiqdik. Nima qilishimiz kerak endi? Nima bo'layotganini tekshiring deyapti. Ana, Derazadan qarab turibdi. Derazadan qarab turibdi, ana marras. ketdi, yo'qoldi. Ha, mahalladan chiqib keting deyapti. Chiqib ketamiz. Klap. Xudoli. Reaksiya zo'r. Bo'ldi, manimcha chiqib. O'zi bo'ldi. Chiqib ketar ekan. Xo'sh, men eng yaqin politsiya stansiyasiga yugurishni boshladim. Markoning o'lik jasadini topishdi. Shu vaqtda Maksimning uyin tashqarisidan chiqindi. Uydan boyagi bo'lmasa, anoning ichida shuni mana chiqindi qutqarfanda ichida topilishdi. Xuddi shunday ko'rinishda qo'shnisi Savo ham yo'qolgandi, ammo uni hech kim topgani yo'q. Xuddi shunday qo'rqinchli anoni yozuv uyib yozilganini topishganda. Ammo bunday jonzotani hech kim ko'rgani yo'q deyapti. Demak, Bu yechilmagan masala bo'lib qolyapti. Demak, hali bu o'yinda davomi bor. Tugadimi? xo'p. New game qilib ko'raylik qani, qayerdan boshlanadi? Yana O'sha boshidan bo'ldi, endi ekan. chiqsak ham bo'lar. Rahmat. Xo'p, chiqamiz. Bo'ldi, tugatsak ham bo'lar. Xo'p, jigarlar, ko'rdinglar endi. Xudo xolisa. Qo'ldan kelgancha o'ynab shu maza o'ynashga harakat qildik. Yaxshi o'yin ekan. Bo'ladi, qo'ldan kelgancha. Reaksiya qanday? Boshlanishda bo'ladi. Bo'ladi, yaxshi.